Rajab oyida nima amallar qilish kerak? Ko'pchilik Rajab oyida mana bunday kunda ibodatlar qilish kerak, mana buncha namoz o'qish kerak yoki mana bu masalalar deb aytiladi. Bu gaplarning juda ko'pi zaif azizlar. Sahih qovullarga tayanmagan. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, Rajab oyida maxsus qilinadigan biror bir belgilab qo'yilgan ibodat yo'q. Lekin Rajab oyida payg'ambarimiz alayhisalom ko'p nafl roza tutganlar. Sahobalar aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisalom Rajab oyida roza tutganini ko'rib, u zot qaytib og'zini ochmasalar kerak deb o'ylar edik. Lekin og'zini ochib yurganini ko'rib, bu zot qaytib roza tutmasalar kerak deb o'ylardik. Demak, biz ham shundan xulosa qilishimiz kerak. Rajab oyida himmat qilgan odam, imkoniyatini qilgan odam nafl roza tutmoqligi kerak. Lekin nafl roza tutgan odam man nafl roza tutyapman deb tutmagan odamni oldida faxr qilmasin. Umuman azizlar, hamma nafl ibodatlar bu maxfiy bo'ladi.